Biz uchun bebaho ne'mat bo'lgan salomatlik haqidagi fikrlarimizni davom ettiramiz. Bugun ham dasturimizda doimgidek mutaxassisimiz borlar, ekspertimiz tibbiyot fanlari nomzodi Saodat Yorimni. Keling bugun gepatoz, ya'ni jigarni yog' bosish haqida gaplashsak. Bilasizmi, jigar yog' bosdi degani o'zi jigar nima? Jigar bu organizmdagi bizning tanamizdagi eng katta bez hisoblanadi, ya'ni hazm sistemasida ishlaydigan organ. Agar jigarda yog' bosdi degani, demak, jigarda yog' bosishning 3 ta darajasi bor. Birinchi daraja jigarda ustida bosadi. Ikkinchi daraja jigarda orasiga kirib jigar shishgan deydi. Uchinchi darajali yog' bosdi jigarni ezib, gepatitdan ezib, jigarni qurishigacha olib keladi. Rivojlangan davlatlarda jigarda yog' bosishdan sirroz degan tashxislar bor. Ya'ni yog' 3-darajaga o'tib ketgandan keyin u egallashni boshlaydi. Jigarning ichidagi sog'lom to'qimani ham ezib, unda yog'li gepatoz yoki yog'li gepatozdan sirroz degan narsalar keladi. Agar jigarda yog' bo'lsa, yarmini egallagan bo'lsa, masalan, ko'pincha bizda yog'li gepatozda biz fibroskanda ko'rganimizda 61% dan ko'p yog' bo'ladi. 61% dan ko'p yog' bo'lganda bizda jigar o'z ishini to'la to'kis bajara olmaydi. Ya'ni yaxshi emas, yaxshi to'la tozalamaganni qonni yaxshi tozalab yuborib yuborgan bo'ladi-da. Ya'ni ishini vaqtida qila olmagan bo'ladi. Vaqtida qila olmadimi, ketdi. Hamma sistemada buzilish. O'sha siz aytganingizdek, yog' ko'payib ketganda jigarning usti, orasi, ichiga kirdimi, tuxumdonlarni ustini ham bog'laydi. Tuxumdonlarni ustini bog'lagandan keyin bu qo'shni organlari, tuxumdonlarni ustini bog'lagandan keyin follikullar o'smaydi, yorilmaydi. Natijada bizada hali polikistozlar, ya'ni follikul munchoq shodasida to'la o'sib yorilmaydi. Demak, yog' boshida nafaqat o'sha jigarni, o'sha nima uchun yosh qizlarda qo'rqiladi. Asosan mana qorin sohasida yog' yig'ilgandan keyin jigarni ustida orasiga kirdimi, o'sha bilingki tuxumlarning ustini ham yog' bosdi. Tuxumning usti yog' bosdimi, follikullar o'sib, yorilishi qiyin bo'ladi. Birinchi o'rinda yog'ni olishda, umuman yog' paydo bo'lishida ham birinchi o'rinda og'iz turadi. Ya'ni yeganni hisobi bilan rasxod kaloriya balansi buziladi. Ko'proq yevoradi, kam harakat bo'ladi. Ko'p yevordi, ortiqcha yog' bo'lib yig'ilib qolaveradi. Bu hozirgi kunda bizda kaloriya. Biz kaloriyani hisoblamaymiz-da. O'shacha hisoblamagandan ko'ra, hozir juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsatib bo'ladi. Tarelkada kichkina narsa turibdi, kaloriyasi baland. Tarelkada bir tarelka narsa bor, kaloriyasi kam. Biz mana bu kichkina kaloriyasi baland narsani tanlaymiz-da. O'sha uchun ham biz har doim kaloriyani balansini to'g'ri usha olmaganimiz uchun bizda jigarda yog' bosish hozir juda ham kuchayib ketyapti. Sekin-sekin hali o'zi odatda rivojlangan davlatlarda jigar yog' bosishidan, sirrozlardan qo'rqishardi va ular faqat shunga qarshi kurashardi. Hozirgi kunda o'zimizda ham xuddi shu narsa sekin-sekin kelishni boshladi. O'sha uchun davlatimiz tarafdan juda ham ko'p marafonlar tashkillashtirilyapti. Hammasi shunga qaratilgan. Yugurish marafonlari, piyoda yurish marafonlari, mashinasiz kunlar marafonlari. Chunki hayotimiz rivojlanib borgan sari o'zini plyuslari, minuslari bor. Ya'ni o'sha minuslari gipodinamiya deyiladi. Kam harakatlik. Kam harakatlik, ko'p ovqat yeyish, ko'p deganda kosa to'la emas. Kam tez-tez, kaloriyasi ko'p narsani tez-tez. Uning uchun bir qanaqadir mo'jizaviy qandaydir dorilar kerak emas. Uni harakat yegan bilan chiqqanni rasxotini to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni har bitta og'izga kirayotgan narsani kaloriyasini bilib turishingiz kerak. Ya'ni kam yedingizmi, o'shani rasxot, ya'ni sarflashni o'ylashimiz kerak. Har doim aytaman, ortiqcha ovqat likopchada qolib ketilgani eng zo'ri. Ya'ni o'sha uchun me'yor degani. Ba'zida me'yorni o'zimiz ola olmay qolamizda. Mana sizga 6 oyga dieta, oddiy aytaymi, dieta og'zini tikib qo'yamiz. Kuniga 2 mahal ovqatni beramiz, 10,000 qadam yurgizamiz. 10 dan ertalab 5 gacha uyqu, 8 soatlik tiniq uyquni beramiz. Ovqat kaloriyasini hisoblatamiz. Shuni o'zida 6 oydan keyin yana borib fibroskanga tushib qaytib kel deganimizda
yog' orqaga chekingan bo'ladi. Yog' chekindimi, o'z-o'zidan jigardagi zararlanish, fibroz ham orqaga qaytadi. Va ularga aytamiz, zo'r, juda ham yaxshi, yana 6 oyga mana bu ikkinchi etapini qilib kelgan. Demak, biz to'g'ri yo'lda ekanmiz deymiz. O'sha uchun men har doim aytaman, jigar yog' bosishida asosiy sababchi bu bizning o'zimiz. Agar biz har bitta ishimizni nazoratini olsak, jigar yog' bosmaydi, jigarni qiynamagan bo'lamiz va jigarni o'ziga qo'yib beramiz. U o'zi organizmni tozalab, musorlarni chiqarib, tozalab turadi. Hech qanaqa bir vahimali narsalar bo'lmaydi. Sotiq opa, kattakon rahmat. Juda ham chiroyli fikrlar bildirdingiz. Aynan xuddi kitob o'qiyotgandek sizni tushunib oldik-da. Menimcha tomoshabinlarimiz ham aynan gepatoz kasalligi haqida, ya'ni jigarni yog' bosish haqida kerakli ma'lumotlarni mutaxassisimizdan oldilar. Biz esa yaxshi kayfiyatda davom etamiz.